Assalomu alaykum barchaga. Bugun darslarimizni davom ettiramiz. Python bo'yicha sizlar bilan klasslar va obyektlar, ya'ni sinflar va obyektlar mavzusini o'tgan ekanmiz o'tgan safar. Bu safar kelgan joyimizdan davom ettiramiz. Xo'p, endi obyektlarda xususiyatlarini o'zgartirishni ko'rib chiqsak, xususiyat deganda ular o'sha obyektimiz o'zida saqlayotgan klass, ya'ni sinfimizda mavjud bo'lgan o'sha o'zgaruvchilar, ya'ni klassimiz xotirasiga saqlayotgan o'zgaruvchilarimizda saqlanayotgan qiymatlarni nazarda tutyapmiz. Xususiyat deganda ana o'shalarni o'zgartirish to'g'risida, ularning qiymatlarini o'zgartirish haqida gaplashamiz. Biror obyektni xususiyatlarini osongina o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, dastlab tuzgan obyektimiz 22 yosh bo'lsa, so'ng uni 25 ga o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, mana misol uchun aytaylik, bu joyda Abror 22 yoshda, mana uni yoshi. Xo'p, buni hozircha mana bu ikkitasini o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Mana. Xo'p, yoki aytaylik, izohga olib qo'yamiz shunchaki. Mana. Xo'p, endi qarang, bu joyda obyektimiz 22 yosh, uni demak 25 yoshga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Endi ishchi birimizni olamiz, uni ichidagi yoshni olamiz. Mana yoshga kirishimiz mumkinmi? Kirishimiz mumkin. Buni endi mana 25 ga tenglashtiramiz va printdan oldinga qo'yaman. Va endi mana buni nima qilaman? Chiqaraman. Abror 25. Mening ismim Abror. Ko'rdingizmi? Endi bu unga, ya'ni obyektga xususiyat berish hisoblanadi. Endi obyektni xususiyatini o'chirish mumkinmi desangiz, obyekt xususiyatini o'chirish ham mumkin. Hozir obyektimizdagi yosh xususiyatini o'chiramiz, so'ng uni ekranga chiqarish buyrug'ini beramiz. Dastur ishga tushgach nima bo'ladi? Xatolik haqida ma'lumot beriladi. Xo'p. Mana bu joyda aytaylik, del kalit so'zidan foydalanamiz. Aytaylik, birinchi ishchimizni yoshini o'chirib yuboramiz. Xo'p, ekranga chiqaradigan bo'lsak, mana ishchi obyektimizda nima yo'q? Yosh yo'q. Yosh attributi berilmagan deb aytyapti. Endi butun bir obyektni o'chirmoqchi bo'lsak-chi, obyektni o'chirish uchun nima qilamiz desak, o'chirish uchun del kalit so'zini obyekt nomi bilan birga qo'llaymiz. Ya'ni mana bu joyda yoshni emas, birinchi ishchimizni yoshini emas, balki o'zini o'chirib yuboramiz. Tag-tugi bilan xuddi avval mana bu joyda e'lon qilinmagandek holatga tushib mana shunday holatga tushib qoladi. Xo'p, aytaylik, mana bu joyda o'zi kod muharririmiz VS Code ham xatolik beryaptimi? Unbound, ya'ni biriktirilmagan, ishchi hech narsaga biriktirilmagan deyapti. Ya'ni buni ishga tushirganimizda ham shunga o'xshash mana xatolik yuzaga keladi. Ya'ni ism bo'yicha xatolik ekan, nomlash bo'yicha ishchi bir degan narsa e'lon qilinmagan deb aytilyapti bu joyda. Demak, mana shunaqangi bir holatda uni o'chirib yuborishimiz ham mumkin ekan. Xo'p. Xo'p, menimcha mana shu o'tgan darsimiz juda ham cho'zilib ketdi. Bu darsimiz bo'lsa juda ham qisqa bo'lib qolyapti. O'zi bu darsimizga mana shu ma'lumotlarnigina olib qo'ygan edik, ya'ni nimalarni? Obyekt xususiyatini o'zgartirish, obyekt xususiyatini o'chirish, obyektni o'zini o'chirish, mana shu narsalar haqida gaplashimiz kerak edi. Darsimiz davomiyligi biroz qisqa bo'lib qoldi, lekin o'ylaymanki foydali bo'ldi deb. Xo'p, unday bo'lsa keyingi darsimizda sizlar bilan inheritance degan tushuncha haqida gaplashamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.